Bizga konkurent yo'q. Aslida konkurent o'zimizga o'zimizmiz. Men bu menga dushman, bu menga protiv, bu meni biznesimdagi biznesmen. Men nima qilayotgan bo'lsam shuni qilyapti deymiz-ku. Yo'q hech kim. Quduq ichida o'zingizlar. Undan o'zingizlar chiqishingiz kerak. Qat'iyatli bo'lmasa ham qat'iyatli ko'rinish kerak. Chunki biz atrofimiz to'la shakal, dushman, andishani otini qo'rqoqqa chiqarishchida ana bo'lib ketdi-da bizda mana. Haqiqatan iymonli, insofli, ota-onam, bola-chaqam, oilam o'zini bosib, hech kimga zarari tegmaydigan, bitta shapaloq ursa ham bo'ldi, aka o'zingizni bosing, men sizni kechirdim deydigan bolalarni qo'rqoqqa chiqarib qo'yishadi-da. Aslida kuch eshikda ham bor. Bitta narsani bilinglar. Sizlarning miyanglardagi 40 ta tulki bizning miyamizdagi bitta cho'loq quyonni yenga olmaydi.